Rahmat. Sizga yana bir savolim bordi, agar iloji bo'lsa. Mayli bering, keyin Davlat Yarov keyingi o'rinda. Hozirgi siz Germaniyadasiz. Qishloq xo'jaligi diplomi ham bor. Meni ya kimyo texnologiya diplomi bor. Qaysi mutaxassis yaxshiroq deb o'ylaysiz kelajak va hozirgi kunda? Kimyo texnologiyalari men bu sohani unchalik yaxshi bilmayman, lekin misol uchun oziq-ovqat sanoatida bo'ladigan bo'lsa, juda ham kerakli narsalardan, masalan, ko'plab ishxonalar bor, oziq-ovqat ishlab chiqaradiganlar, asosan o'sha oziq-ovqat sanoatida kimyoviy moddalardan foydalanish bo'yicha juda ham ko'p ishchi kuchlari kerak bo'ladi. Qishloq xo'jaligi hozirgi kunda inqirozga uchrayotgan sohalardan biri. Uni saqlab qolishga davlat bor kuchi bilan harakat qilyapti. Agar e'tibor berayotgan bo'lsalaring ham, masalan, qishloq xo'jaligi bo'yicha menimcha mana shu oxirgi 1 yilning ichida juda ham ko'plab o'zbekistonliklar Germaniyaga kelishdi. Ya'ni ikkalasidan ham qidirib ko'ring. Eng yaxshisi, masalan, qaysi kasbni o'zingiz yaxshiroq ko'rasiz? O'zingizni qayerda ko'rasiz? Qishloq xo'jaligida ham, masalan, yaxshi, lekin qishloq xo'jaliklari asosan Bavariya, Baden-Württemberg tomonlarida juda ham keng rivojlangan va u yerlarda shahar joylardan anchagina uzoqda. Bu tomonlarni ham hisobga olishingiz kerak. Misol uchun, qishloq joylarda bemalol tabiat qo'ynida maza qilib yuraman deydigan bo'lsangiz, qishloq xo'jaligida ishlash ham juda ham yaxshi narsa. Rahmat.